Assalomu alaykum. Xotindan ruxsat so'rash agentligidan keldik. Kimga ruxsat olib berish kerak? Menga. Choyxonalarga borib turasizmi? Yo'q, sinfdoshlarimdan kech borganimga 5 yil bo'ldi. Yoz, ikkinchi stepen. U qanaqa stepen edi? G'ururimdan voz kechdim stepen. Tug'ilgan kunlagacha ruxsat beradilarmi? 1 yilda 1 marta javob bor. U ham bo'lsa o'zimni tug'ilgan kunimga. 2ni o'chir, 4 yoz. 4 stepen qanaqa stepen? Vujudimni xotinimga topshirdim stepen. Sizga qatga ruxsat olib berish kerak. Dachaga. Necha kunga? Ertalab ketib kechasi qaytaman bo'ldi shu. Xavotir olmang. 1 haftaga ruxsat olib beramiz. Rahmat. Kenayim qattalar? Tepada. Kenayim ichkaridamilar? Ha, ichkarida. Xavotir olmang. Biz sizdan battarlarini uyga, ota-onasini ko'rib kelishga ruxsat olib berganmiz. Agar ichkaridan yordam beringlar, qutqaringlar degan ovoz eshitilsa, ahamiyat bermang. Xo'p, Klaunisi ruxsat olib beramiz. xo'p. Hoji. yordam beringlar. Nima bo'ldi? Turuv. Dachaga bormasa kas. Kenayim etdim. Yoz. Ruchkamni topolmayapman. Men topdim. Mana ruchka. Ma. Yoz. 10 stepen. Unaqa stepen yo'q edi-yu. Bugun dam bor. Iltimos aka bizani boshqa bezovta qilmang. Keraksizligini aytma. Firmani yoping.